Zo'r lokatsiyada, zo'r narxda sotilayotgan uyimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Mirzo Ulug'bek tumani Tsalkovskiyda joylashgan 11 qavatli Novostrovkani 4-qavati 2 xona 48 kvadrat metrdan iborat. Hozir men sizlarga kiraverishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiraverish faqat eshigimizda joylashgan. Uyimizga kirishimiz bilan koridor, hamma xonalarimizga faqat koridor orqali kiriladi. Uyimizda chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli aboy va emulsiya ishlatilgan. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda zalimizda joylashgan, shunaqa chiroyli qilib divanli zona qilingan. Hamma xonalarimizda shunaqa chiroyli lyustralar va pardalarni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizga konditsioner va televizorgacha o'rnatilgan. Uyimizda ko'rib turganingizdek hamma kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan, hammasi qoladi. Hech narsa olib chiqib ketilmaydi. Bu yerda bo'lsa oshxonamizda joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Hamma texnikalarimiz Hoffmanga tegishli. Hamma xonalarimizga shunaqa sifatli romlar o'rnatilgan. Sifatli romlar bilan birgalikda xavfsizlik panjaralarigacha o'rnatilgan. Shunaqa sifatli eshiklarni ham ko'rishingiz mumkin. Sifatli qimmat eshikligini shunaqa Swarovski toshlar ishlatilganligidan ham bilib olsangiz bo'ladi. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat va konfel ishlatilgan. Uyimizni to'liq iliq pol qilingan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda общий sanuzyolimiz joylashgan. Sanuzyolimizdagi konfellarning kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Uyimizda ko'rib turganingizdek yashash uchun tayyor. Bu yerda bo'lsa spalnyamizda joylashgan. Bu xonamizning o'zini alohida bu yerda balkoni bor. Bu xonamizda shunaqa stroyniy mebellagacha yasattirilgan. Uyimizni sotib olib, o'zingizlar yashamagan taqdiringizda ham ijarachi qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu lokatsiyadagi domlarning ijarasidan yaxshigina daromad qoladi. Juda ham fayzli xonadon. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib mahallamizni va lokatsiyani to'liqroq ko'rsatib beraman. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Охраняемая zonada, закрытая territoriyada joylashgan. Atrofda hamma sharoitlari bor. Bu yerda avtoturargohlarni ham ko'rishingiz mumkin. Novostrovkamizga sifatli, chiroyli, zamonaviy lift o'rnatilgan. Podezlari ham keng va baland qilib planirovka qilingan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. 2 xonali kvartira qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.